İctimai aloqa vositalarida qor tizimdagi kirgizib o'tishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Ba'zi qarindoshlar bilan gap so'zimiz, ang fikrimiz bir yerdan chiqmay yoki ba'zi mijozi ittik, gap so'ziga diqqat qila olmaydigan, ko'ngil og'irtadigan qarindoshlarni cheklab o'tish, ya'ni qor tizimdagi kirgizib o'tish adovat saqlaganlik bo'lamdi. Cheklab o'tishdan maqsad qat'iy ko'rishmaslik emas, balki ko'ngil og'riq so'zdan yiroq turish. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. WhatsApp, Facebook va Instagram kabi ijtimoiy aloqa vositalarida biror kishini qor tizimiga kirgizish yoki cheklash, ya'ni bloklash uchur vositasida qarshi taraf bilan aloqalashmaslikni, uchurlashish yo'lini taqib etishni ko'rsatadi. Cheklab o'tish odatda og'ringanlikni, norozi bo'lganlikni va o'zini qochirishni munosib ko'rganligini ifodalash bo'lishi yoki ziyonli tashviqot, til haqorat va o'ktamlik qatorliqlarga pozitsiya bildirish bo'lishi va yoki xato tushunish, ortiqcha nozuklik bo'lishi mumkin. Ahli iymon o'ttirda o'zaro sevgi, muhabbat bo'lishi, Alloh uchun so'yish, Alloh uchun o'chkirishdan iborat iymonning eng mahkam tutqunlaridan bo'lib, musulmonlar ara bu sevgi vujudga chiqmagan ahvolda o'zaro adovat va ziddiyat yuz bermasligi kerak. Lekin kishi ma'lum kishi tarafidan muxotab bo'lishdan azar yesa yoki bearam bo'lsa yoki adovatlashib qolishdan ansirasa, ya bo'lmasa e'tiqodini bulg'ab o'tishdan ansirasa va yoki yoqtirmaydigan so'zlarni anglashni xohlamasa, u kishini qor tizimiga kirgizishning hukmi joiz va mustahabdir. Ahvol va sharoitga qarab vojib bo'lishi yiroq emas. Alloh taolaning nadallardan yuz o'rgin degan amiri bilan shariatdagi insonning jismiga, ruhiga, aqlga kelish ehtimolligi bo'lgan ziyon, azar, avora qilinish va buzuqchilikning oldini olish haqidagi eng chong 5 asosiy qoidaning biri bo'lmish payg'ambarimizning o'ziga va o'zgalarga ziyon solish yo'q degan ko'rsatmasimi buni ko'rsatdi. Imom Ibn Abdulbar bu vaqtda mundaq deydi: Jami olimlar birdek ijmo qilganki, musulmon kishining bir din qarindishini 3 kundan ortiq salomlashmay tashlab o'tishi joiz emas. Faqatla uning bilan so'zlashsa, aloqalashsa, uning dinini buzib o'tishdan yoki uning diniga va dunyoligiga ziyon soladigan yoki ziddiyat, adovatni ulg'aytiradigan ahvollarda uningdan yiroq turishga, aralashmay o'tishga ruxsat qilingan. Chunki uning bilan aralashganingda u xatoliklarga eslab oladi. To'g'ri so'zlarini qabul qilmay da'talash qiladi. Natijada aralashishning oqibatining yomon bo'lishidan saqlanolmaysan. Gohida chiroylicha aloqani uzish azarga uchrab aralashishdan yaxshidir. Albatta, zini eg'ir munofiqlar, buzuq aqida, ideya tarqatquchilar, gunoh ma'siyatga tashviq qilguvchilar va musulmonlarga dushmanlik qilguvchilarni, shundaqla qalaymaqan chaqchaq qiladigan nomahram kishilarni aloqalashmay tashlab o'tish joiz bo'lib qolmasdan, balki vojibdir. Bu haqiqiy dunyodagi uchrashib salom sahat, bardi-keldi qilish va aralashib o'tish haqida deyilgan hukmlar bo'lib, madomiki bu xususda haqiqiy uchrashishda ruxsat qilingan ekan, ijtimoiy aloqa vositalarida albatta ruxsat qilindi. Chunki uchur vositalarda birisini qatib olish faqatla uning do'stligiga qo'shilish va uning sahifasiga yoki hisobiga ergashishni qabul qilishdan iborat bo'lib, buni haqiqiy dunyodagi tashlab o'tishdan va aralashmaslikdan to'limi yengil degili bo'ladi. Yuqorqi ziyonli ahvollar bo'lmagan taqdirda musulmon qarindishini haqiqiy uchrashishda tashlab o'tishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning buni amriga xilofdir. O'zaro hasad qilishmanglar, o'zaro ta'tur qarashmanglar va o'zaro o'chakashmanglar. Allohning qarindosh bandalari bo'linglar. Ijtimoiy aloqa vositalarida cheklab o'tish haqiqiy uchrashishda tashlab o'tishga o'xshashmi? Buningda qarashlar farqli bo'lishi mumkin. Lekin aloqa vositalarida cheklab o'tib, uchrashganda salomlashadigan bo'lsa, hadisdagi qarindishini 3 kundan ortiq tashlab o'tish doirasiga kirmasimi, o'zaro ta'tur qarishish doirasiga kirib qolishi mumkin. Shunga cheklab o'tish faqatli bearamchilik va azarlanish ahvollarida bo'lishi munosibdir. To'g'risini Alloh bilir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh.